İctimai təşvişi var kişilərinin əndişisi nemişqi izchil davamlaşıdı? Açqışlıq nöqtalar. İctimai təşviş güçlük kişilər ilgirki ictimai keçmişlərini oylaş jarayonida bir qator o'y-xiyol va qilmishlar orqali bu təşvişni davamlaşdırdı. Yeni tədqiqat hissiy turaqsızlıqning ijtimoiy holatlardagi passiv o'zini baholash davriyligini davamlashtirishdagi rolini ko'rsatib berdi. İctimai təşvişi var kişilər özlərinin passiv hissiyatını tanışashni o'rganish orqali boshqalar bilan aloqa qilganda azobdan bakrak xushallik topalaydi. Ko'ngilsiz ahvollarni eslash to'lim ko'p uchraydigan qilmishdir. Siz o'zingizni pushaymonga solgan bir parcha ilxat yo'llagan bo'lishingiz yoki sizdan oddiy ishlar to'g'risida maslahat so'ragan do'stingizga qo'pol javob qaytargan bo'lishingiz mumkin. Halbuki hissiyati turaqsiz kishilar uchun aytganda tasavvurdagi xato qilmishga bo'lgan tashvish to'limi ig'ir va sijil bo'ladi. Ular nachar ahvolni kallasidan chiqarib yetolmaydi. Agar siz "Men doim ijtimoiy surullarda kishilarni ranjitib qo'yman yoki boshqa xato ishlarni qilib qo'yman" deb qarasangiz, undaqda xushal va g'amsiz yashashingiz ba'zi mushkul. Ijtimoiy tashvishni davomlashtiradigan omillar. G'arbiy Sidney universitetidagi Caitlin Clark va Kinsey Wongning yaqinqi maqolasida ko'rsatilishicha, ijtimoiy tashvish tuyg'usi kuchli kishilar to'xtamay ijtimoiy baholash tahdidini izlaydi ekan. Ya'ni ular boshqalarning oldida xato ish qilib qo'yishdan hamda shu sababli kishilarning salbiy bahosiga uchrashdan qo'rqadi ekan. Avtorlarning ko'rsatib o'tgandek, ijtimoiy baholash tahdidi ikki xil bo'ladi. Ichki qismga markazlashgan tahdid tipida ijtimoiy faoliyatda qanchalik o'ng'aysizlanganligingizni o'ylaganingizda ko'nglingiz yerim bo'ldi. Sirtqi markazlashgan baholash tahdidi bo'lsa, sizning diqqatingizni boshqalarning o'zingizga bo'lgan salbiy tunishingiz sabab bo'lgan inkoslarga markazlashtirishingizga sabab bo'ldi. Ma'lum bir xil holatga kirishdan burungi tahdidni baholashda, oldin mo'ljallab bir taraf qilishda va shu holat oxirlashgandan keyin o'ylangan salbiy fikrlar orasida farq bor. Buningdan sirt, ijtimoiy tashvishi borlar tanlaydigan, bo'lib ular tahdid deb qaragan voqealarning oldida yoki jarayonida ba'zi bexatar qilmishlar bor. Kishini tashvishlantiradigan ijtimoiy ahvollardan qochish ahvolini texim nacharlashtirib yetadi. Chunki bundaqda kishilar uni to'ng va do'stona emas deb qarashadi. Yig'ib aytganda, kam deganda 7 ga yetadigan mushu xil omillar ijtimoiy tashvishning davomlashishiga sabab bo'ldi. Masala shuki, hissiy turaqsizlikning bu omillarning davomlashishida va ularning kishiga ziyon solishni osonlashtirishda o'z oldiga mustaqil roli bormi yo'q? İctimai baholash jarayoniga buzg'unchilik qilish. G'arbiy Sidney universitetining tadqiqotchilari Sidney rayonidagi quramiga yetgan 263 kishining tordagi avrishkisidan foydalangan tadqiqotda ijtimoiy tashvish, tushkunlik va hissiy turaqsizlik aloqador qurilmalarni o'lchashga munosabatlik nurg'un xarakter alohidligini nazarga olgan. Voqeadan keyingi bir taraf qilishga aloqador kengaytirilgan ahvol egillash jadvali maxsus ijtimoiy voqealarga munosabatli fikrlarni asos qilgan. Bu sinoqdagi 15 turda ishtirokchilardan ijtimoiy faoliyatdan keyingi o'y fikrlari haqida o'yinish talab qilingan. Masalan, ma'lum bir ijtimoiy holat oxirlashgandan keyin siz buni qancha qaytam o'yladingiz deb so'ralgan. Ishtirokchilar yana o'zlarining ijtimoiy holatdan ilgirki diqqatini markazlashtirish darajasini baholagan. Masalan, ulardan ma'lum bir ijtimoiy holatdan ilgari siz ashu xil ahvol haqida o'ylanmaslikka tirishamsiz degandek savollar so'ralgan. Shu vajidan ijtimoiy tashvish kuchli kishilarning ijtimoiy holatlardan va shu to'g'risidagi baholashdan keyin o'ziga salbiy baho berish xavfi haqiqatan yuqori bo'lsa-mu, ammo ularning passiv hissiyotini haqiqiy yuqori saviyada saqlaydigani hissiy turaqsizlikdir. Avtorlarning xulosalagandek, ijtimoiy tashvish benormalligining andisi kengaytirilib, hissiy turaqsizlikning ijtimoiy tashvishdagi va uni davomlashtiruvchi omillar jihatdagi roli mazkur andizaga kirgizilishi kerak. İctimai tashvishdagi hissiy turaqsizlikqa xotima berish. Clark va Wongning qarashicha, hissiy turaqsizlik ijtimoiy tashvish benormalligiga giribdor bo'lganlarda o'ziga bo'lgan passiv bahoning davomlashishiga sabab bo'lgan bo'lsa, undaqda davolashni maqsad qilgan mudohila ijtimoiy tashvishni emas, hissiy turaqsizlikni nishon qilish kerak. Siz hissiy turaqsizlikqa o'xshash uzun yillik xususiyatni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Demasimi,
agar u ya'ni hissiy turaqsizlik mijozni tashkil qiladigan o'zgarmas quylardan biri bo'lsa, u mangu davomlashmamdi. Gerçi avtorlar öz tədqiqat nəticəsindən kelinkilik əvrişkilərdə təkrar sınaq qılınış keraklığı haqqında agahlandırğan bolsunmu, amma ular özlərinin mühim yeni davalaş nişanını bayqağanlığına işindi. Heç bolmaganda hissiy turaqsızlıqdan ibarət bu mijoz amili kelinkilik baholashning tarkibiy qismi qilinish kerak. Halbuki hozir ahvol undaq emas. Hatto baholash tamomlangandan keyin agar doktor hissiyotni tangshishga ilhom beradigan bilish qurilmasini tangshish metodini qo'llansa, kishining hissiy turaqsizlik darajasini o'zgartgan bo'lishi mumkin. Psixik doktori ijtimoiy tashvishning alomatlariga ahamiyat berib qolmay, yana bu kishilarning boshqalar bilan aloqa qilgandan keyin doim boshdan kechirilgan passiv hissiyotni tushunishi va tizginlashiga yordam qilsa, buning obdan foydasi bo'ldi. Agar siz ma'lum darajadagi ijtimoiy tashvishga duchor bo'lgan bo'lsangiz, hissiy turaqsizlikning ijtimoiy tashvishni davomlashtirishdagi muhim omil ekanligini bilishingiz o'zingizga to'liq foydali. İctimai sorunlarda bütünlüğü tügüşüp ketgəndə his qılsanız, hissiyatınız haqqında yaxşı o'ylashingiz va ularni tanishishni o'rganishingiz bu siz uchun foydalidir. Yig'ib aytganda, ijtimoiy tashvishni keltirib chiqaradigan va uning davomlashishiga sabab bo'lgan omillarning to'liq murakkab ekanligi shaksiz. Lekin hissiy turaqsizlikning rolini va uni passiv hissiyot bilan bo'lgan bog'lanishini tushunish orqali munosabatlardan azob emas, huzur tepish uchun texmi unumli va qanoatlanarli usullarni topa olasiz.